1930 yılı. Şu yılı Xitaylar tarafından işgal kılınan Qumulda yaşayttık. İşgaldan keyinla bir Xitay ofisir bu rayonning haqiqiy hokimiga aylangan, hamma ishlar uning deganidek bo'lishga boshlagan edi. Qayg'u Sharqiy Turkistonlik musulmonlarning o'rtaq tuyg'usiga aylangan bo'lib, haqiqatni ko'radiganlarning ko'zlaridan alam va hasrat quyiladi. Bechora Qumul beglar bo'lsa, namda bor, amalda yo'q qo'rchoqlarga aylangan bo'lib, qasr saroylarida bechoralarcha bor bilan yo'qning orasida yashayotdi. O'z ko'zim bilan shohid bo'ldimki, Xitoylar top-top bo'lib, Qumul shahri markaziga qarab yiqyotdi. Xitoy hukumatimi bulab talagan mal dunyolar bilan bu oqqullarning shaharga yerlashish uchun sharoit hozirlayotdi. Uy selib, do'kon ochib va dangsaroylarni barpo qilib, ularning o'rlashib-olishiga yordam qilyotdi. Yeshim 25 atrofida. Masjidda Qur'on Karim yodlab qori bo'lgan, arabcha va turkicha o'qib yozalaydim. Endi Xitoy qo'shni bo'lg'achqa Xitoychani biletdim. Bizga yaqin bo'lgan u vaqtda Sovet mustamlikasi ostidagi Mo'ng'ullarning tilini biletdim. Chingizxon va avlodlari hukm surgan u zamonda har soatga nurg'un qahramonlarning hikoyalari tillarda doston edi. Bir kuni Xitoy ofitser butun yurtni titritib, ostini ustun qilib o'tadigan bir uqtirish e'lon qildi. Bu uqtirishga ko'ra, har bir sharqiy turkistonlik e'tiqodlariga har qancha yot bo'lsa-mu, o'zlaridan qiz so'rab kelgan har qanday bir Xitoyga qizini berishga majbur edi. Zaminning ishg'oli, mustamlika vaqtlik ish edi. Dushman bilan qayta-qayta jang qilishdan bosh tortmasaqla, hamon bir kuni ularning qo'rg'ini yimirlatdi. Lekin xalqning jonidan aziz ko'radigan e'tiqodiga qilingan buzg'unchilik, diniga qaratilgan masxara, qimmat qarashlarga keltirilgan haqoratlar chidab turg'ili bo'ladigan ish emas edi. Xitoy ofitser bechora Qumul beglardan birini chaqirtib, "Janobingiz bilan tutqun bo'lish niyatim bor", dedi. Begning chiroyi tatirib, qo'llari titrab ketdi va andisha aralash. "Sizni bilasiz qo'mondan, bu mumkin emas", deb javob berdi. Xitoy ofitser masxaralik kulib tashladi va "Men mumkin emas deganni bilmayman, bek janoblari", dedi. "Bu degan Allohning buyrug'i. Qalblarning ishlariga ilohlar aralashmasin. Men qizingizni yaxshi ko'rib qoldim. Almisaqdan beri fatihlar fatih qilingan xalqning e'tiqodiga hurmat qilib kelgan. Bundaq gaplarga men ishonmayman. Hammasi afsona. Lekin bu bir musulmon uchun o'lgandan battar." Ofitserning yuzi g'azabdan qizarib ketdi va "Qaror bergichi sen emas, qizim. Darhol berib qizimga xabar ber. Javob berish uchun bir necha soatlar vaqtim bor", deb gapni kesib etdi. Beg beshining ichimi, teshimi qatgan holda taloga chiqdi. Atrofida bo'layotgan bu paskashliklarni o'ylab berib, shuncha keng saroy uning tor kelishga, jinini iskanjaga ilishga boshlagan edi. Ayoli va bolalarining yuziga qandoq qarar? Hayot nima degan qadrsiz-a? Bu rezilliklarni ko'rmaslik uchun tog'larga chiqib, vahshiy hayvonlarni do'st tutib, o't-cho'p va novot yaproqlarini yeb jon saqlasinmi? Zulmga uchragan ojizlarning kuni nima degan ta'sir? Lekin Raurus kuch-quvvat, nupuz va sha'ni shavkat egisi bir begning qo'lab tushgandan keyingi kuni texmi ichinish bo'lsa kerak. Beg qasriga kirdi. Tarixiy qilishlar dardu iztirob ichida sanglab turardi. Tamdiki ishquruq mintiqlar sesiq taab o'xshab qolgan edi. Ajdodlarning tariximi bayni to'pib besib ketgan varaqlar orasida uyquga g'arq bo'lgan edi. Og'achayim yaqin kelib bo'sh ovozda "Nima ish bo'ldi?" deb pichirladi. Ko'zlari yosh yo'qibek ayoliga qarab, "Alloh bizga nima kunlarni ko'rsatarkin", dedi. Erining nima demoqchi bo'lganligini anqara olmagan Og'achayim, "U yerda o'zlariga biror adabsizlik bo'lmagandu. Mening ko'zimga bu Xitoylardan biror yaxshilik kelgandek ko'rinmaydi." "Allohni tanımagan ekan marhamatning nima bilmaydi shu." "To'g'ri deydilar. Xitoy ofitser qizimiz bilan to'y qilaman deydi." Beg ichini mushuk atlagandek tutildab, nima qilishini bilolmay qolgan edi. Yuqori ovozda qizini chaqirdi. "Qizim, bu yoqqa kelsizlar." Beg kirpiklar orasidan sirg'ib chiqqan yosh chamchilarini surtgach qizga, "Qizim, iflos qilgan o'zlari bilan to'y qilaman deydi. Bu mumkin emas. Bilaman. Shundaqmi yana so'rab boqay. O'zlar qo'shilganlar." Qiz qulqiga ishongan holda dadasiga qarab, "Nima da'vatlar dada?" dedi.
Türkistonlik bek zo'rg'a kulimsirdi. Yuzi qip-qizil edi. Hozir tetkizliklar bek ko'p. Hayotning o'zi bu nimada? Deb javob berdi. Lekin mening uning bilan to'y qilg'im yo'q. Uning o'zlari bilan to'y qilg'isi bor ekan. La'natli ko'rqavan. La'nat doimo mag'lub bo'lganlarni topadi. Qaysi qonun, qaysi din o'z xohlamgan bir qizni to'y qilishga zo'rlaydi ekan? Yangichi bilan yamangichi o'rtasidagi munosabat qoida tuzum yoki erkin iroda deganlarni ko'zga ilib qo'ymaydi. Andin bek atrofiga iztirob bilan qarashga boshladi. Atrofdagi havo jon qapsini qamallab, nafs qilgandek his qildi. Dasturxonning bir burchini g'azab bilan ching siqimlab olgan edi. Yana qayta so'radi. Qo'shilmamla. O'lsammi qo'shilmayman. Deb javob berdi qizi. Nemishqa? Chunki Allohning buyrug'i Xitoyning buyrug'idan ustun. Bek bo'yga yetib qolgan qizini qoyillik bilan ching quchoqladi. Qizining mas'ulg'ichi go'zal ko'zlariga qarab turib, gul bergidek yumron va g'uborsiz yuzini siladi. Qiz esa deb yig'lab turib, Aqlim yetmaydi dada. Bir kichik qizning bundoq bir ishga zo'rlanishiga, dar maydoniga menish buningdan ming marta oson, dedi. Bek qizining namdalgan kirpik va mangzillarini surtdi. Sapsariq va yumshoq sochlarini siladi. Ondan yerga qattiq birin tepdi va Hargiz yo'l qo'ymayman deb vaqiradi. Og'ichoyim titrak ovozda. Bu ishni yaxshi bajarib qilmasak bo'lmaydi. Dedi. Bilaman. U Abdullah yemaligiga tandirmaydi. Shundoq, texmo qattiq qo'lliq qilishga boshlaydi. Xitoy ofitserlarni izlaydilar. Hamon oilada kelib yana nima taqirdi shu. Nihoyat ketsa jinim ketar. Hamini bir o'lim. Men baribir yashaydiganni yashab bo'ldim. Og'ichoyim tasdiqlagandek hazrat bilan beshini langishdi. Turkistonlik bek yuqori ovozda Mustafa Murod deb chaqirdi. Labay begim, darhol ichkari kirib yerga qarab turdim. Mustafa, duat qalam tayyorla deb buyurdi. Baja keltirishim bilanla begimiz o'ltirib Xitoy ofiseriga xat yozishga tutish qildi. Maktubga munolar yozilgan edi. Ey zafar quchgan qo'mondan, janobimizning orzusi tamoman fikrning tishib batmaydigan bir ishdir. Chunki dinimiz buningga yo'l qo'ymaydi. Uning ustiga qizimmi hozir to'y qilishni xohlamaydi ekan. Janobingizni aqidamga bo'lgan sadoqatimni to'g'ri tushundi deb o'ylayman va ishonamanki, esilzodi bir Xitoy qo'shnisining diniy e'tiqodiga sil qaraydigan, urf-odatni inkor qilib, qoida usullarini ko'zga ilmaydigan ishni qilmas. Shundaqla bu voqea Xitoy kattalarining va g'olib armiyasining diqqatini tortib ketmas. Bundaq arzimas bir ish bütün shaharlarni moddiy va siyosiy jihatdan qo'lga tutib turgan sizlarga ziyon yetkazolmadi. Qo'rqinchim shuki, bu qaroringizda ching turish Turkiston va Xitoy xalqlari orasidagi tarixiy munosabatni buzg'usi ig'ir oqibatlarga sabab bo'lib qolmag'ay. Mubodo Turkistonlik qizlarni Xitoylar bilan to'y qilishga zo'rlaydigan bu qonunni obdan ko'zdan kechiradigan bo'lsak, ig'ir xatolik va xavfga yo'l qo'yilganligini ko'rib olamiz. Bundaq ish orqali asla sizga tahdid solish niyatida emasman. Maqsadim aniq. Do'stlikning o'rnatilishi va butun yurt davasida osoyishlik barpo qilinishi uchun bu intayin muhim va keraklidir. Iroda va qarorlaringizni qayta ko'zdan kechirishingizni umid qilaman. Shundala xatarni texmi aniq ko'ra oladiganligingizga ishonchim komil. Salom va yaxshi niyatim bilan Qumul Beglardan 1930-yil dekabr. Xabarlar paxalliq toshqan uchqundek tez suratda qasrning qilin tomlaridan olqib, shaharning bulung puchqoqlariga yeyildi. Ayollar uylarda musha haqda pishirilishadi. Erlar g'amga patgan holda kelib chiqqisi ayonchilik oqibatini kutib o'tadi. Zemin mustamlikasi qutulish fursati kelguchilar davomlashadigan vaqtlik bir ish edi. Lekin bu zemin ustidagi kishilarning xususiy ishlariga bu darajada aralashish, ar-nomus, izzat sharaflarga qo'l so'lish bo'lsa, xatarlik oqibatlarini keltirib chiqaradigan ish edi. Xitoy qo'mondan Begning xatini qo'limdan elib o'qibla, chiroylari o'zgarib ketdi. Maktubni g'azab bilan purlab yerga etib, ustiga tukirib etdi va men qarab, Begimga ko'z, kichik bo'lib ahmoqasin. Bu qonunlar ulug' Xitoy so'nggi yushangan qonunlari. Yer yuzida uning qonunlarini amaldan qoldira oladigan hech qanday kuch yo'q, deb vaqiradi. Shu kechasi Begimiz zindonga tashlandi. Shahar texi tungilli urushda shahid bo'lganlarga yig'ilganidek bu voqeaga yig'ildi. Ko'p qism avom xalq bu voqeadan keyin tushundiki, Xitoylarning hujum va mustamlikasi hargizmi nuqul oldi zamin islosi bo'lmasdan, ularning texmi xatarlik g'arazlari bor edi.
O'xshash ishlar o'xshamagan shakllarda kommunist ruslarning ishg'oli ostida qolgan G'arbiy Turkistondami yuz beryotdi. Bu voqealardan keyin turkistonlik yosh qizlar Xitoy askarlarining va bu yerga yerlashish uchun kelgan Xitoy oqqonlarining qo'liga o'lja bo'lib tushib qolmaslik uchun o'zlarini amriga oladigan musulmon erlarni izlashga boshladi. Bu asnoda meningmi beshimdan bir ish o'tdi. Bir yilning yoqi qasrda xizmatchilik qiladigan bir qizni yoqtirib qolgan edim. Lekin u mendan o'zini qochirib, to'y taklifimni rad qilib kelyotdi. Ko'zi yuqori mansabdagilarda edi. Men bo'lsam, odam oyog'i uzilmas qasrdagi oddiy bir qo'g'diqchi edim. Bek zindonband qilingandan keyin ko'z yoshlari yomg'irdak to'kilgan holda yanimga yugurib kelib, yolvorishga boshladi. Mana men keldim, meni amringga ol. Sendan o'tinay. Begning holi meni qayg'u alamga patqizgan bo'lib, dunyo va uning ichidagilardan so'plab ketgan edim. Shunga yuziga zarda bilan qarab baqirdim. Ko'zimdan nari tur, Cho'lpon. Balkim dilingni ranjitgandiman, lekin seni yaxshi ko'raman. Butun xiyolim zindondagi begda edi. Yurt cho'nglarimizning put-qo'llari zanjir kishanlari bilan bog'lanib, qullardek so'rilishini tasavvur qilish og'ir kelyotdi. Bu men umr bo'yi unutolmaydigan bir ko'rinish bo'lsa kerak. Shundaqdimi begimiz Xitoy gundupaylarining orasida beshitik, mag'rur turardi. Sukutida isyon, taslimiyatida shivirg'on va keskin biqishlarida qonliq nido bor edi. Ko'n mahbubam. Nimishqa xalmaysan Mustafa? Nimani kutyapsan? Xitoydan birisi kelib, meni o'lcha ilib, bo'zaq qilsa umringning oxirigacha pushaymon qilasan. Xarlangan g'ururimning uchun elayotgandek majburlangan to'yga men qarshi dedim. Hey sarang, hem arzuyun amalga oshadigan, hem meni quzadigan, hamda ar nomusimiz, dinimiz qo'g'dildigan ish tursa nima deb unumaysan? Uningga qarag'animda ko'zlaridan yoshlar qo'yilayotdi. Yig'lama deb baqirdim. Ishonsang, hech kimning chiroyi qarg'im kelmaydi. Nagil qarasam qon yosh. Bundaq hayot qandoq chidog'liq bilib ol. Begimiz zindondan chiqmoqcha o'ylanmayman. U menga yaqin kelib pichirladi. Hey ahmaq, begning davri oyoqlashdi. Kelachagingni zavolga yuzlangan, erib ketib borgan saltanatga bog'lab qo'yma. Bilikidan tutib ittirib etdim va mana bu xiyonatning dal o'zidir, Cho'lpon dedim. Xato tushunib qoldim Mustafa. Men begimizni va oilasini jinimdanmi aziz ko'raman. Lekin saqlaymiz deb fursatni qochirib qo'ysak bo'lmaydi. Buni begimizmi xohlagan bo'ladi. Uning taklifiga qiziqmagan holda u yerdan ketdim. Saroyni qayg'u bulutlari qoplab olgan edi. Og'chayim elishib qolgandek u yoqdan bu yoqqa menib yuratdi. Osh taomdanmi qolgan edi. Bollari va o'roq tuqqanlari qayg'u asratga patgan holda o'ltirishatdi. Bek qizi bo'lsa qasrning qalin gilimlar bilan bezalgan yasadaq ayvonida turib o'z-o'ziga. To'yga ma'qul deb berib o'ltirvasan-chi? Devatdi. Uning bu gapiga hech kim quloq solmaydi. Lekin o'zi bu xayolini qayt-qayt o'ylayverib, texmi beyitib, pilallab to'xtamaydi. Og'chayim farosatli ayol edi. U oxiri qizini mo'risini tutib o'ziga qaratib, "Ishlar sen o'ylagandan chiq murakkab o'tam" dedi. Ertasi Qumul shahri odamni seskandiradigan ko'rinishlarga alam va g'azab tutulib teshib boshladi. Turkistonlik qizlar Xitoy askar va oqqullar bilan to'y qilishlari uchun yo'llarda so'rilib elib minayotdi. Qarshi chiqqan dadalar o'shining ketkichi qamchilanatdi yoki miltiqning paynaklari bilan boshlari yerilib tashlanatdi. Obro'yliq oilalarning hammasi uylarini tashlab shahar sirtiga qochishga boshladi. Qarong'u tushguncha tog'larga yoshirinib olishni yoki osmoni kengri cho'llarga tarqalib bo'lsa-mu, qanoqlanishni o'ylashatdi. Kunlar hasrat ichida o'tib. Shahrimizda Xo'janiyoz Hoji otliq bir mashhur zot bor edi. O'zi hammaga tanilgan fikr arbobi va qahramon edi. Davosiga bo'lgan sodiqligimi hammaylanga tanishlik edi. Nima qilarini bilolmay gangrab qolgan nurg'un qumulliqlar uning yeniga berishga boshladi. Yuz bergan voqealar haqida uning fikrini anglab, maslahat olmoqchi bo'lishatdi. Ziyoratga kelgan mehmonlarga Xo'janiyoz hoji mundaq dedi. Muvaffaqiyatga yetishishni yo'lini bilasizlar. Sabr, chidam, qarshilik va adoqatga jihad qilish. Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bizga omonat qilganidan yana go'zal va to'g'riroq bir yo'l yo'qdir. Ömürge fakat ömür bilen taqobil turg'ili bo'ldi. Bilaman va ishlamanki, Allohning diniga ishonmaydigan, Allohni inkor qiluvchi bu kofir millatning yetishib nafas olib yurgan bilan o'liklarning farqi yo'q. Dushmanning qilgan etganlarini ko'rmay,
Özümüzün doğrun, bepervalıqı ve teslimiyetçilikini taşlap, şallık cihat mürasibetini kolga alaydı. Aman bir günü her canlılara okşaş ölümüz var. Hem sen demişsin zafer ve şehadet yolunu tanımayınız. Demişka Xitay kontinentinin taraslaştırma. Kulak yopurup yürümez. Oylap baktınlar mı? Zulümnün dehşeti künsürü küçüyüvatatdı. Töt etraftan nalı feryatlar üzülmeydi. Kamçılar yalamaç bedellerini kanık boyaştın hiç toxtamaydı. Kızlar Xitaylar elan kılgan kanun boyunca Xitay harbiy gazarmalarga yegrinleşlik suyosunda söverilip mengalavataddı. Musulman erkekler kuludan birer iş kelmegenlikinin tangliki, hicaleti ve açıkıda puçulunatdı. Xitaylar bolsa oyun tamaşa ve gülüş çakçak bilen aldıraş. Ayollarının bedenini xuddi çaharpay setip algandek ayvallarca tutup silap puhurluk kılışıttı. Kumul qaynavatkan qazanga o'xshab qolgan bo'lib, xalqning o'chmanligi ichiga sig'mayotdi. Shaharning katta beglaridan biri zindonni yolg'iz alam chekayotdi. Men Mustafa Murat. Allohning ojiz bir quli bo'lishim bilan qo'limdan nima ish kelar deb o'yib batgan edim. Yurtimizning oqsoqoli Xo'ja Niyozmanga Mustafa, turmaga bor va Bakka zindondan chiqishning bir yo'lini qilishni aytdim, dedi.